Feruza Normatovaning kundoshi haqida yana bir shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Azizlar, videoroligimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroligimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Xonanda Shahlo Salayeva ham o'z baxtini topdi. Uning ijodiy partnyori endi hayotda ham eng yaqin insoni, umr yo'ldoshiga aylanadigan bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, ularni birlashtirgan narsa faqat sahna yoki ijod emas, birga ishlash, birga maqsad qo'yish, bir-birini tushunish, oxir-oqibat qalbda ham yaqinlikni kuchaytirgan. Shu bois ijodiy hamkorlik endi yangi bosqichga, oilaviy hayotga qadam qo'yayotgani aytilmoqda. Muxlislar esa bu yangilikni quvonch bilan qabul qilmoqda. Chunki ko'pincha sahnadagi uyg'unlik hayotda ham davom etsa, bu hamma uchun yoqimli manzara. Qisqasi, Shahlo Salayeva uchun yangi davr boshlanyapti. Ijodiy partnyor, umr yo'ldosh, sahnadagi juftlik hayotdagi tayanchga aylanadigan bo'ldi, deyiladi xabarda.